Sen shunchalik zaifsanki, bir piyola suv seni o'ldirishi mumkin. Shunday ekan nima bilan faxrlanasan? Sening boshlanishingga odam hasad qiladigan bir tomchi suyuqlik bo'lsa, oxiring esa jirkan jasad. Qorningda esa najosatni ko'tarib yurasan. Odam hazar qiladigan narsani. Nima bilan kibrlanyapmiz? Kibr bu Allohning haqqi. Ammo bizga keladigan bo'lsak, nima bilan faxrlanamiz? Har bir inson o'zining o'rnini bilishi kerak. Biz zaif insonlarmiz. Zaifmiz. Kibr qilishimiz joiz emas. Alloh taolo buni bayon qilganda aytdi. Yer yuzida kibr va havo bilan yurma. Albatta sen zinhor yerni teshib yubora olmaysan. Tesha olmaysan. Va zinhor bo'yida tog'larga yeta olmaysan. Sen yeta olmaysan. O'zingning o'rningni bil, hoy inson.